Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Mustabid Xitoy hokimiyeti tarafidan quruq töhmət və böhtanlar bilan 2014 yili muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'lon İlham To'xtining 2019 yillik Saxarov erkinlik mukofotiga erishganligining va Yevropa parlamenti tarafidan Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida maxsus qaror qabul qilganligining 1 yilligi munosabati bilan 18 dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan maxsus ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu qitimqi to'r muhokama yig'iniga Yevropa parlamenti kishilik huquq komitetining mas'ullari, parlamentdagi ba'zi partiyalarning vakillari, Saxarov erkinlik mukofotining ba'zi sohiblari taklif qilingan bo'lib, yig'inda Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtining navbatdagi ahvoli va Uyg'urlarning o'tgan 1 yildan buyangi vaziyati haqida suhbat ilib beriladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu qitimqi to'r yig'inida Sharq Turkiston va Uyg'urlarning o'tgan 1 yildan buyangi umumiy vaziyati haqida doklad sunadi. Hammaga ma'lum bo'lganidek o'zining hayotini Uyg'ur xalqining erkinligi va hurligiga atagan va bu sababdan Xitoy hokimiyati tarafidan zindonga mahkum qilingan erkinlik jangchisi İlham To'xti apandi Yevropa parlamenti tarafidan tasdiqlangan va dunyodagi eng inovatli mukofotlarning biri hisoblangan Saxarov erkinlik mukofotiga loyiq ko'rilgan. 2019 yili 18 dekabr kuni Yevropa birligining Strasburgdagi markazida o'tkazilgan va Yevropa parlamentining ko'p sondagi a'zolari va davlat arboblari qatnashgan ko'rkamlik bir marosimda Saxarov erkinlik mukofoti İlham To'xtining Amerikada yashayotgan qizi Javhar İlhamga topshirib berilgan edi. Mukofot tarqitish marosimining ertasi, ya'ni 19 dekabr kuni Yevropa parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini ayblab va lagerlarning darhol taqilishini talab qilib maxsus qaror qabul qilgan edi. Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari komiteti 14 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini Uyg'ur tadqiqotchi professor Rahila Davudni qo'yib berishga, Sharq Turkistonda elib berayotgan madaniyat buzg'unchiligiga xotima berishga chaqirdi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining ikki qo'sh raisining nomidagi mazkur bayonot Rahila Davud tutqun qilinganligining 3 yillik munosabati bilan e'lon qilingan. Buning oldida Amerika Tashqi ishlar ministrligi Rahila Davudni o'z ichiga olgan tutqundagi Uyg'ur ayollarining videosini ishlab tarqatgan edi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining bayonotida Uyg'ur tadqiqotchi Rahila Davud g'oyib bo'lganligining 3 yillik xotira kunida komitet raislari Xitoy doiralarini uni xohlagancha tutqun qilishdan qo'yib berishga, atalmish Xinjiangda yurgizayotgan madaniyat buzg'unchiligiga xotima berishga chaqirdi deyilgan. Bu yil 52 yoshli Rahila Davud 2017 yili 12 oyda g'oyib bo'lgan. Xitoy hukumatı hozirga qadar uning izderigi haqida hech qanday quchur berib baxmagan bo'lsa-mu, lekin uning lagerga elib ketilganligi ilgari surilib keldi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining bu vaqtdagi uchurida kuzatuvchilar va Rahila Davudning do'stlarining uning Uyg'ur madaniyati va urf-odatlarini qo'g'dash jihatdagi tirishchanligi yoki chet el bilan bo'lgan aloqasi sababli tutqun qilingan deb faraz qiladiganligini ta'kidlagan. Rahila Davud ilgari Uyg'ur mozor tadqiqoti bilan shug'ullangan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha Xitoyning 2017 yili boshlangan tutqunida Uyg'ur madaniyat tadqiqotchilari asosliq zarba berish nishonlarining biriga aylangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi davlat ekanligini xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirish va bu vaqtda Amerika boshchiligidagi ba'zi g'arb demokratik ellarning parlamentlaridan maxsus qaror qabul qilinishini qo'lga keltirish uchun jiddiy harakatga o'tgan. Bu vaqtda xalqaro o'lchamdagi mos holda doklad hozirlab chiqish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyining yetakchiligi bilan Uyg'ur va chet ellik tarixchilar, qonunshunoslar, strategiya mutaxassislari, advokatlar va tadqiqotchilardan tarkib topgan maxsus bir tayyorlik hay'ati qurib chiqilgan edi. Bu munosabat bilan istansimiz tarafidan o'tkazilgan Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim, vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi davlat ekanligini xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishning ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Endi bu hay'atning qurilishiningki bir ahamiyati bor. Chunki Sharq Turkistonni agarda xalqaro tarafdan shu mustamlika rayon deb qabul qilingan taqdirda xalqaroningki nurg'un qonunlarga murojaat qilib bo'ldi. Misolga Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki asos nizomnomida o'z taqdirini o'zi belgilash ki buning ma'nosi mustaqil talab qilsam bo'ladi degan gap. Buningga bog'langan yana nurg'un qonunlar bor. Misolga 1514 nomorlik qonun bor. Uningda mustamlika ostida qilib qolganlarni azad qilish va zaminini qaytarib berish deydiganlar bor. Qo'shimcha bir qonun moddasida agarda mustamlika hokimiyati bu zamindan chiqib ketmasa, qurollik bilan kurash qilishmi haqli deydigan yerlar bor. Hamda buningga erishmak uchun
Yani ABK degan qonun moddalarga erishib turib, Sharq Turkistonning taqdirini o'zgartirish uchun mushu rayonning bir mustamlika rayon bo'lganligini delil isbotlar bilan o'tirib qo'yish. Bu nihoyatda muhim bir ahamiyati bor. Shuningga buni birinchi yo'lda mushu tarix chetdan. Hamda tarix chetdan deganda tarixchilik degan bir narsa bor. Ondan keyin tarix metodi bor. Xalqaro o'lchami bor. Ashundan qarab, Sharq Turkiston qanday ishg'ol qilinganligini va shundaqla qanday mustamlika rayonga aylanganligini tarix chetdan isbot qilish. İkincisi bu mustamlika rayon degan vaqtida cho'qim siyosiy chetdan boshqarilgan zulm ko'rsatgan va bu yerdagi xalqning siyosiy, iqtisodiy, ma'rif va diniy e'tiqodga o'xshash urf-odatlarda mahrum tashlab qo'yganligi bo'lishi lozim. Shuning bilan bu ikkinchi bir guruh bo'lishi lozim, ya'ni mushu siyosiy chetdan qanday boshqarilayotganligini delil isbotlar bilan o'tirib qo'yish. Uchinchisi bo'lsa, yana mushu mustamlika hukumininki bir muhim bir tarkibi bo'lsa, iqtisod chetdan sumurilganligini. Yani bu rayonni ishg'ol qilgandan keyin bu rayondagi boyliqlarni qanday sumirib, qanday olganligini va bu yerdagi xalqlarni qanday kambag'al mahrum tashlab qo'yganligini buni iqtisod chetdan uningki bilimi bilan hal qilishninki bir guruh bo'lish lozim. Uningdan boshqa hamda bular bo'lgandan keyin xalqaro qonunlarga moslashtirib, uningdan keyin murojaat qilish, talab qilish, arz qilish degan yo'llar ochildi. Shuningga bu mustamlika rayon holiga akilish uchun unda oson bir narsa emas. İlmi tarafı var, bununki siyasi tarafı var, onundan keyin xalqaro qonun tarafı var. Çünkü murakkab bir mesele. Bunu hal qiladigan taqdirda hozirgi mushu chet elda ilib berayotgan strategiya planimizning ikkinchi bosqichda muhim bir qadamni bosgan bo'ladi. Uyg'urlarga qaratilgan ta'qiplash qurilishiga to'hfa qo'shganligi uchun Amerika hukumati tomonidan qora tizimlikka kirgizilgan va bu sababdan xalqaroda kuchlik ayblashga va ba'zi demokratik allarning cheklashiga uchragan Xitoyning Huawei shirkati o'zini oqlashning ko'yiga tushdi. Ba'zi hujjatlarda ko'rsatishicha Huawei shirkati chiroy skanerlash kamera sistemasi orqali soqchiga Uyg'ur ogohlantirish signali avatalaydigan sun'iy idroklik nazorat qilish texnikasini taraqqiy qildirishga boshlagan. Washington pochtasi gazetida ko'rsatishicha Huawei bu ta'qiplash texnikalaridan 10 necha bexatarlik huddiganlar bilan hamkorlashib taraqqiy qildirgan bo'lib, shirkat setish hujjatlarida ularning ba'zilari odamning millatini farqlandiradi yoki uyushtirgan namoyishni bostirishga yordam beradi deb ta'riflangan. Halbuki Huawei vakillari BBC qilgan so'zda bu hujjatda Uyg'ur ogohlantirish signali atalg'usining ishlatilganligini butunlay qabul qilib bo'lmaydi deb rad qilgan va o'z texnikasining millatlarni farqlantirish uchun loyihalanmaganligini ta'kidlagan. Xabarga qaraganda Huawei va uning sheriklari atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi hukumat organlarini bu bir qism kuzatish maqsadlari bilan ta'minlagan. Bularning ichida Urumchida soqchilar ishlatadigan chiroy toni sistemasi va butun rayondagi toshyo'lni nazorat qilish kamera sistemasi qatorliqlar bor ekan. 10 dekabr Dunyo inson haqlari kuni Ispaniyaning dunyoga mashhur Barselona klubining fransiyalik dangliq futbol cho'lpini Antoni Griezmannning Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan yuqorqi chiroy toni sistemasiga yordam qilayotganligi sababidan Huawei shirkati bilan bo'lgan e'lon va boshqa kelishimlarni tamoman bekor qilganligini jakarlashi dunyo matbuotlarining eng qiziq temalarining biriga aylangan va futbol dunyosida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Avstraliya va Angliya matbuotlarining 13 dekabr xabar qilishicha Xitoy Kompartiyasining 2 milliondek a'zosi Amerika, Angliya, Germaniya, Shvetsiya, Avstraliya qatorliq davlatlarning Shanxaydagi konsullariga singib kirgan. Shuningdek, dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng xalqaro shirkatlarda o'zining partiya yachekilarini qurgan. Bu sonliq uchurni bu yil 9-oyda bir Xitoy o'qituvchisi Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqiga topshirib bergan. Xabarda tizimlikdagi Xitoy Kompartiya a'zolarining 79 ming partiya yachekisiga tava ekanligi, yuqorqi shirkat yoki organlarning ichida nurg'un partiya yachekilarining qurilganligi bildirilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, bu tizimli g'arb siyosiylarda va bexatarlik sohasida jiddiy andish qo'zg'agan bo'lib, 30 dak Angliya parlament a'zosi bu masala to'g'risida maxsus taklif loyihasi tayyorlagan. Ba'zi Kanada parlament a'zolarining Kanada Trudeau hukumatining Uyg'urlarning bostirilish vaziyatiga nisbatan Xitoy hukumatiga qarata hozirga qadar amaliy bo'lgan qattiq tadbir qo'llanmaganligi bilan ayblishi Kanada matbuotlarining diqqatini qo'zg'adi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 10 dekabr Dunyo inson haqlari kuni munosabati bilan Kanada parlamentida ochilgan muhokama yig'inida Uyg'urlar masalasi sababidan talash-tortish bo'lgan.
Yig'inda Kanada parlament a'zolaridan o'qituvchi partiyaning vakili Kralik Flaymet Uyg'urlar masalasini alohida o'ttirg'a qo'ygan. U Kanada Trudeau hukumatining Uyg'urlarning bostirilish vaziyatiga nisbatan Xitoy hukumatiga qarata hozirga qadar amaliy bo'lgan qattiq tadbir qo'llanmaganligini tanqidlagan. U so'zda yana Kanada hukumatining Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamab, insoniy qirg'inchilik yurgizishiga sukutda turayotganligini qattiq tanqidlagan. O sözde Trudeau hukumatiga savol qo'yib, Xitoy kommunistik hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga vositalik yordamda bo'ladigan qilmishlarda bo'layotganligining naqli sifatida Kanadaning Xitoyning xalq ozodlik armiyasining Kanadada harbiy ta'lim olishi va mashq qilishiga yo'l qo'yishdek hamkorliklarda bo'layotganligini tilga ilib, buni qabul qilib bo'lmaydigan qilmish deb ayblagan. Hammaga ma'lum bo'lganidek Kanada parlamenti tashqi munosabatlar komiteti Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish siyosatlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqida qaror qabul qilgan edi. Yaponiyaning Kanagawa o'lkasining Zishi shaharlik madaniyat markazi binosida o'tkazilgan maxsus Uyg'urlar to'g'risidagi universal rasm ko'rgazmasi yerli xalqning zo'r qiziqishini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibidagi Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan Zishi shahri yerlik parlament a'zolari birlikda uyushtirgan mazkur rasm ko'rgazmasi 12 oyning 11 kunidan 13 kunigacha 3 kun davomlashgan bo'lib, ko'rgazmaga Uyg'ur tarixi, madaniyati, yer osti va yer usti boyliqlari, hozirgi ig'ir vaziyatda aks ettirilgan ko'p sonda rasm va suratlar qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiyaning Zishi shahri Tokioga yaqin bir shahar bo'lib, koronavirusga qarshi tadbirlar davomlashayotgan bugungi kunda 3 kun davomlashgan bu ko'rgazmani ko'p sonda kishi ekskursiya qilib tafsiliy ko'rgan. Ular suratlar va rasmlarni ko'rgandan keyingi o'zlarining bevosita his tuyg'ularini bayon qilishgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiyada cho'ng kichik hamma kishi qiziqadigan hamda dunyoga eng zo'r ta'sir ko'rsatgan madaniyatlardan biri karton madaniyatidan iborat. Şoňa Yaponiya Uyg'ur jamiyati Yaponiyaning karton madaniyatidan foydalanib, Uyg'ur davosini ta'sirli qilib anglitishga tirishayotgan va bu ko'rgazmani bu vositadan aktiv foydalangan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullarining bildirishicha, jazo lageri shohidi Mehrgul Tursunning sarguzashtlari asosida yozilgan karton kitobi yaqinda Yaponiyada nashr qilingan bo'lib, bu kitobning birinchi qitim besilgani qisqagina vaqt ichida tugab, ikkinchi qitim besilish oldida turmoqda. Bu kitob Yaponiyadagi barliq boshlang'ich, o'rta maktab va to'liq o'rta maktablarning kutubxonalariga tarqatib beriladi. Yuqorqi ko'rgazma Yaponiyaning boshqa rayon va shaharlarida o'tkaziladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.